Rabiya Qadir xonim, Sharq Turkiston televiziyasiga xush kelibsiz. Rahmat. Navbatda shu Amerikaning poytaxti Washington shahrida tunji qatimliq Sharq Turkiston oliy kengashi echilyotdi. Yig'in nihoyat muvaffaqiyatli, nihoyat yaxshi o'tyotdi. Endi shu yig'inimizdagi nihoyat muhim xalqlik temalardan biri shu da'voning kelajak egalari bo'lgan yosh izboslarimizni qanday tarbiyalash, qanday yetishtirish haqida muzokaralar, takliflar bo'lindi. Endi shu yosh avlodlarga siz mushaqda o'zingiz bir ikki og'iz fikrni aytib bergan bo'lsangiz. Bu yig'inimiz bugun nihoyat muvaffaqiyatli oyoqlashdi, muxbir efendim. Xalqimiz bu yig'inni haqiqiy davlat darajalik sifat bilan yig'inimizni oyoqlashtirdi. Nihoyat isil qarorlarni oldi. Hem özlerininki özünü muşu vatanparvarlik bilan muşu yig'inda tarbiyaladi ve özünün vatanga bo'lgan xalqiga bo'lgan mas'uliyatini tunib yetib qaytdi. Her bir rayonga borgan, her bir davlatga borgan bu rahbarlar özünün öz xalqini qanday yetaklab, shu yerdagi xalqi bilan vatanning ichidagi shehid bo'lganlarning balvoqlari va turmidagi vatanparvarlarimiz üstü uchuq turmida yashayotgan qarindoshlarimizga qanday yordam qilish va ularni qutuldirish, vatanimizni qanday mustaqil qilish qarorlarini, muzokaralarni keng ko'lamda talash tortish bilan nihoyat rahat, nihoyat ilmiy, nihoyat erkin, nihoyat demokratiya bilan epadi. Buning ichida eng nuqtaliq tutgan narsa yoshlar masalasi bo'ldi. Yoshlar masalasida bütün hammasi dunyoda yoshlarga qanday yordam qilish, iqtisodiy jihatdan turayotgan yerlik o'rnidagi tashkilotlarning özü her qandaq davlatdagi yoshlarga her jihatdan iqtisodlarni to'plab, o'xshamagan turlari har xil bo'lgan tantarbiya usullari bilan bolalarni yetaklash, bo'libmi dunyo futbol loqisi talashish musobaqalarida bütün dunyodagi yoshlarni bir-biri bilan uchrashtirish, tunishtirish, bu uchrashish, tunishtirishning qandaq alohidaligining bog'ligi, uning alohidaligi bo'lsa-mu, keyingi avlodlarimizning yotlashib ketmasligi, keyingi avlodlarimizningki öz ana tilidan, Uyg'urligidan, milliy kimligidan ayrilib qolmasligiga kapolat beroladigan bir yoshlarning yetishib chiqadiganligini, buningga cho'nglarning qanday majburiyati, qanday mas'uliyati, qanday ta'xirsiz yordamlari kerak ekanligini tunib yetdi. Hem tunib yetganligi, xalqimizning tunib yetganligining javhari bu yerga yetib keldi. Bu yig'inning asosiy temillarining birisi bo'lgan yoshlar masalasi bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining samatsiz balam, Dunyo Uyg'ur qurultiyining ham ma'mur raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining yoshlar komitetining g'ayr balimiz bilan billa bütün dunyo yoshlarining yig'inini ochgandan keyin Gollandiyada eppiriladigan yoshlar Uyg'ur erkinlik lo'nqisini talashish futbol musobaqasining xabarini anglagandan bütün xalq kelgan vakillarimiz olqish bilan chavoq chelib o'rnidan turib ketdi. Men bu nihoyatda xush bo'ldim. Bu xush xabar bilan bo'libmi Gollandiyaga borganda, Gollandiyada Sharqi Turkistonning bayrog'ini maydasiga tutgan jangovar yosh kelgusidagi egillari va vatanning egillarini ko'rib men shunday yig'lab ketgan edim. Shu yoshlarning aşağıda içip berdiğanlığını anlap biz nayet hoş olduk. Şuna biz bütün dünyadaki teşkilatlara şahsen üzemnin namıdın, Dünya Uyg'ur qurultiyining namıdın, müşaga kelgan oliy kengash a'zolarining namıdın müracaat kıldık. Her devletdeki teşkilatlarning bütün dünyadaki barliq o'zida turayotgan yoshlarga iqtisodiy jihatdan moddiy va ma'naviy yordam qilishi, bo'libmi Gollandiyada ichiladigan Uyghur erkinlik lo'nqisini talashish yig'iniga nihoyat dag'dug'iliq boradigan hem ularga her jihatdan yordam qiladigan shu yig'inning, shu futbol musobaqasining nihoyat muvaffaqiyatli bir oyoqlashi va muvaffaqiyatli o'zimizning vatandagi yoshlarimizga nihoyat cho'ng bir mesaj va uchurlarni berish uchun o'zimizning qanday yordam qilganligimiz haqida ifoda bildirdik. Men ham shu qatorda bo'ldim. Muxbir efendim, bo'libmi bütün dunyodagi futbol musobaqasiga tayyorlik qilayotgan yoshlar, biz ota-onalar sizlarning oqinglarda. Sizlardan vatandagi 70 minglagan turmida yetayotgan qarindoshlaringlar umid kutyapti. Yoshlar sizlardan
vatandagi ingravatgan ko'chalarda yanchiqchilik setivatgan narisiydi balla umid kutvatıdı. Ularni sizlar qutuldirishinglar kerak. Yoshlar vatandagi turmalardan chiqib tayoq yeb o'livatgan, nahaq o'lib ketivatgan, o'lim jazosiga hukm qilinayotgan qiz o'g'illaringlarning, shehidlarning ruhi sizlardan umid kutvatıdı. Men bütün dünyadaki yoshlarning mushu qitim futbol musobaqasi bilan tanishib, bir-biri bilan orlashib, o'zining vatanparvarligi va jangovarligini oshirib, yanıla ota-onalarning va 200 yıldan beri özünün vatanının azatlığı üçün mangan kahramanlarının 7. ayının 5'inde İli vakasida ve Barın vakasida ve Şarkı Türkistan azatlık canlarında kurban boğan şehitlerinin akıdın kadem biz menişinlerini ümit kılman. Bolup mu yeni kilovatkan yaşla? Hergiz mu siyasetke arlaşman, kokun, anınızını ak kılıdı, dadınızını kök kılıdı degenge hergiz mi işlenmesligini. Hiç mi kılanmaydı? Kısa, dünya ve hemimiz çıkımız. Rahmet Rabia Kadir Hanım. Şu bu yıl siz etip ötkendikdek 7. ayının 27. günüdün 7. ayının 31. günü geçe Amsterdam'daki Rotterdam şehrinde tunji qatimliq Dünya Uyghur yaşlarının erkinlik lonqusunu talışış futbol müsabaqası ötküzülmekçi. Bu yerge dünyada her qaysi devletlerdeki Uygurlar yaşavatkan futbol komandaları kurulgan devletlerden vekiller kelip bununla katmışıdı. Hazır şu yaşlar sizden nayeti çoğun bir cevapını, bir ümitini kütüvatıdı. Ula eytidi ki Rabia anımız muşu qatimqi musabaqa bizning tunji qatimliq o'tkazayotgan muşu musabaqamizga qatnashib beranlamdi. Qatnashib berishni umid qilamiz. Agar qatnashib bersa bizga cho'ng ilhom bir madad bo'ladi. Chunki biz yolg'iz faqat to'p o'ynamaymiz. Biz bu qatim bizning bu qilganlarimiz ham da'voninki bir qismi. Biz Oyyulduzliq Sharq Turkistonningki hayvatlik bayrog'ini ko'tarib to'p maydoniga kiramiz. Bizningki davlat marshlarimizni o'qib yangritib maydonga kiramiz. Muşunun Rabia anımız bizge bir cevap bergen bolsa, dep kütüp duruvatıdı. Muşunun bir cevap bergen bolsanız. Yaxşı. Men bu yıl 6. aydan başlap Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur davası üçün pul toplaş hizmetini işleymen dep dünyanın hiç qandaq yeriga berishni bekar qilgandim. Lekin mauna aytdi, zörür bolganligi üçün bu yaşlarımızın işiga men elbette bir ana buluş süptim bilenmi ve Uyghur Milli Davasının yetekçisi buluş süptim bilenmi. Men muşu meydanda hazır buluşunu halayman. Men çokum barıman. Xudayim nesip kısa, tenim salamet bolsa, şu günüge Allah meni sağ salamet yetkizishni nesip qilishni umid qilaman. Hurmatli Rabia Qadir Hanım, qimmatli söhbetingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Yansın her yerde